Avvalambor assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun biz muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tahsil olgan oliygoh Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universiteti iqtisodiyot yo'nalishi talabalari tirik kitob nomi bilan mashhur bo'lgan yurtdoshimizni oldilariga tashrif buyurdik. Tashrifimizning asosiy maqsadi jamiyatimizda kitobxonlik madaniyatini, kitobxonlik odatini shakllantirish va beshikdan qabrgacha ilm izla mana shu jumlani, mana shu so'z gapni mazmunini to'laqonli tushunish uchun tashrif buyurdik. Bundan tashqari ajoyib savollarimiz bor. O'sha savollarga Xudo xohlasa birgalikda yechim topamiz. Bugungi suhbatimiz nima uchun kitobxonlik haqida bo'ladi deganda, biz bilamizki, muhtaram prezidentimiz 2019-yil 19-martda 5 tashabbusni loyihasini ilgari surganda ham unda 4-qismida shunday aytilgan. Ya'ni kitobxonlikni targ'ib qilish degan joyi bor. Bundan tashqari biz o'sha universitetimizda har kuni ko'radigan o'sha gap jumlaga e'tiborlaringizni qaratib o'tmoqchiman. O'sha gapni aytib o'taman. Ya'ni bugungi kunda kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish maqsadlarimizga erishishning muhim kafolatidir. Bu ham bizning prezidentimizni aytgan gaplari hisoblanadi. Va shuning uchun bugungi kunda juda ham jiddiy masalaga aylangan, juda ham muhim bo'lgan mana shu kitobxonlik odatini shakllantirishimiz uchun hurmatli yurtdoshimiz Xayrulla aka Asadov bilan suhbat qurishni maqsad qildik. Xudo xohlasa bu suhbatdan hammamizga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Bugungi suhbatimiz kimlarga manfaatli bo'ladi? Ya'ni kelajakda farzandini ilmli, o'zini shaxsiy fikriga bo'ladigan va kelajakda o'z o'rnini topa oladigan farzand shaxs bo'lishini xohlagan ota-onalar va maktabda yaxshi o'qib va nima uchun o'qiyotganini tushunishni xohlagan va o'sha maktabda o'qish mobaynida o'zini maqsadini aniq bilishni xohlagan o'quvchilar uchun va mana shu o'qishga kirgandan so'ng keyingi qadamlarni qanday qilib olib borish kerak va keyingi bosqichlarni yaxshi rejalar bilan, strategiyalar bilan harakat qilishni o'zida odat tusiga aylantirishni xohlagan talabalar uchun ham bugungi suhbatimiz juda ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Eslatib o'taman, bugungi suhbatimiz faqatgina kitobxonlikni targ'ib qilish borasida bo'ladi. Biz siyosiy masalalarda va diniy masalalarga chuqur kirmaymiz. Bugungi faqat diqqatimizni qaratishimiz kerak bo'lgani faqatgina kitobxonlikni shakllantirish bo'ladi. Biz universitetdan tashrif buyurdik. O'sha maktabda o'qiganimda ham maktabimizda bir yozuvga ko'zim tushganda, ya'ni beshikdan qabrgacha ilm izla degan o'sha gap bo'lardi. Har kuni ko'zim tushardi. Keyin bugungi kunda prezidentimiz ham bilasiz, 5 tashabbusda ham 4-qismida kitobxonlikka targ'ib qilish, universitetimizda ham kitobxonlik madaniyatini shakllantirish maqsadlarimizga erishishning o'sha muhim kafolatidir deb aytib ketganlarda. Shuning uchun hozir shuni beshikdan qabrgacha ilm izla o'sha mana shu gapni mazmunini tushuntirib bersangiz. Birinchi bo'lib Bismillahirrohmanirrohim Alloh nomi bilan pasayna boshlayman. Bu kunlarimizga asosan mana shu kunga yetib kelishimga Shavkat Miromonovich Mirziyoyev sababchi bo'ldi. Nima uchun? Ko'p gap ta'kidlayman, kitobchilarga tegilmasin degan qarorlari bor. Mana qalqon bo'lib himoya qilardi. Prezidentimiz yana bitta buyuk gaplari bor, uyg'oninglar dedilar. Uyg'oninglar dedilar. Bu buyuk gap. Cho'rpon aytganidek, uyg'onganlarning vazifasi o'zgalarni ham uyg'otishdi. Mana maqsadim shu edi. Bitta mana emas, dunyo olimlarining maqsadi xalqni uyg'otish edi. Bu maqsadga qo'ldan kelgancha erishdik. Endi haqiqatan ilmga inson to'ymaydi deyman-ku. Bir inson umri bo'yi ikki narsaga inson to'ymaydi. Boylikka, ilmga to'ymaydi. Ilmga to'ymaslik afzal. Umr bo'yi kitob o'qigan ekanda, faqat 2 kun kitob o'qimabdi. Oyoq xorason bo'lib kesilgan kuni. Otalari olamdan o'tgan. Shu o'qisangiz to'ymaysiz. Shunaqangi o'qiyverasiz. Maza qilasiz. Unga hech narsa rohat bu narsaga yetmaydi. Ilm yana bir yaxshi tomoni quyoshga o'xshaydi. Tarqalgisi kelaveradi, tarqatgisi kelaveradi, tarqatgisi kelaveradi. Insonlar bilgisi kelaveradi-da. Shuning uchun ilm qadrli hisoblanadi. Keyingi savolimiz
hozirgi kunda misol uchun biz bilamizku, o'sha talabalar ham umuman yosh kattalashgandan keyin kitob o'qimasligi mumkin. Lekin mana shu odatni shakllantirish qiyin bo'ladi. Men o'yladimki, odatni shakllantirishda misol uchun yoshlikdan boshlasa, balkim mana shu odatni yoshlikdan boshlamaganligi uchun qanaqadir yomon odatlarini, boshqa o'zi uchun foydasi bo'lmagan odatlarni shakllantirib, natijasida bunaqa yaxshi odatlarni shakllantirishda qiyinchilik bo'lganmi? Shuni yoshlikdan boshlash kerakmi mana shu odatni? Siz nima deb o'ylaysiz? Misol uchun ota-onalarga qanaqa maslahatingiz bor? Bu narsani aytdim-ku ko'p. Aristotel buni 2000 yil oldin yozib qo'ygan. İnsanlarni jamiyat va xalq tarbiya qiladi. Biz kitob targ'ib qilyapmiz-da, o'zimizning qo'limizda kitob yo'q. Tushunyapsizmi? Kitob har bir inson o'zining qo'lida kitob ko'tarib yurish kerak. O'qimasa ham. Ota-onalar farzandiga kitob o'qib o'tyapti-da, o'zi o'qimayapti. Uning foydasi yo'q. Bu qalban ishtirok etadi. Kutubxonalarimiz ko'p bo'lishi kerak. Kutubxonalarimiz yo'l yuzida ilmiy insonlar qadrlanib, ilmiy insonlar ko'proq ko'rsatib borish kerak. O'shandagina ilm qadrlanadi. Avtoritetli inson ilm bo'lgandek, diniy didroni gapirdim-ku. Bizning jamiyatimiz o'zgardi. Bizning jamiyatda endi hurmatli insonlar, boy va zodagonlar emas, haqiqiy ilm egalari bo'ldi. Haqiqiy ilm egalari hurmatli bo'lganidan keyin mana buni men isbotladim. Jamiyat xalq rivojlanadi. Nima u deydi, bu o'qidi-ku deydi. Insonlar taqlid qilishni boshlashadi. Kattana, to'g'ri aytdingiz. Keyingi savolim o'sha bolalar maktabga borgunlaricha nimalarni asosan bilish kerak? Bu bolalar aytayman, tarbiya birinchi bo'lib ona qornidan boshlanadi. Bu men har tomonlama o'ylab chiqdim, eng muhim narsa. Nima uchun? Ona qornida bola qochib keta olmaydi, faqat quloqlari bo'ladi, eshitadi. Buni olimlar isbotlab bergan. Onalar har kuni farzandlariga ana bo'ldi, bu masalan olimlar aytadi, 1 yoshli farzand olib kelsa, 1 yil kech qoldim. Nima uchun? To'ppa-to'g'ri aytadi, ona qornidan. Har kuni bitta etib berib tursalar, ovoz chiqaradi. Bola o'sha tarbiyali bo'lib tug'iladi. Tarbiyali bo'lib tug'iladi. Keyin yana eshitib olinglar, yovuz bolalar ota-onalari yomon gaplarni gapiraverishadi-da, buni eshitib turadi. O'sha uchun yovuz bo'lib qoladi. O'sha uchun gaplarga e'tibor berishimiz kerak. Rahmat so'z. Keyingi savolimiz o'sha maktabda borgunicha o'sha bolalar qanday ilmlarni bilib olish kerak? Maktabga borguncha o'zi ertaklarni o'qitib, iloji bo'lsa harflarni tanitib qo'ygan yaxshi. Harflarni o'qishni o'rgatib qo'ysa, maktab ta'limi oson bo'ladi. Keyin mana bitta ayol bor, mana 3 yoshli bola, 3 yoshidan kitob o'qigan, qari kampir. Maktabga borganimda men 7-sinfgacha darslarni qizig'i bo'lmagan edi. U nima uchun bilasizmi? Detskiy ensiklopediya bor, 12 ta tomda. Qalin. Shuni hammasini o'qib chiqqan. Bo'ldi, maktab ta'limini uyda o'qigan edi u. Vishi urovni. Hozir keyin ko'plar institutga tayyorlanishyapti-da. Mana yaxshi doktor do'stim bor. Men afsuslanib ketaman. Yoshligimda shuni o'qirsam bo'lardi-ku. Aytadilar, masalan, maktabda bo'shma davri bor-da ko'p. Maktabdan keyin ko'p o'qirsa, masalan, qaysidir bir soha qalbiga kirdi, hozir o'zida o'qishni boshlash kerak. 4 yil ichida qiynalib qoladi o'qishga. Vaqt yetish tig'iz bo'lib qoladi. Masalan, doktor bo'lmoqchimi? 1-sinf o'zidan boshlayversin. Doktorlik to'g'risi kitob. Nima uchun yaxshi doktorlar, yaxshi injenerlar paydo bo'ladi, bilasizmi? Ularning oilasi doktorlar. Uydagi suhbat doktorlar to'g'risida bo'ladi. Ular o'shaning uchun yaxshi doktor bo'lib chiqadi. O'shaning uchun uydagi suhbatlarga qattiq e'tibor berishimiz kerak. Injenerlarning uyida yaxshi injenerlar yetishib chiqadi, pedagoglarning uyida esa yaxshi pedagoglar. Nima uchun? Suhbat shu temada bo'ladi. Tushunarli, rahmat so'z. Keyingisi, masalan, o'quvchilar maktab davrida to'g'ri maqsad qo'yishlari uchun ular nimalarga e'tibor berish kerak yoki ota-onani, ustozlarni qanaqa o'rni bor bu borada? Birinchi bo'lib ota-onani hurmat qilish kerak. Ota-ona xohlasa, bolasini ishlatish mumkin. O'qisin deb ta'limiga beryapti. Vaqtini atyapti, ishlayapti. Farzand birinchi bo'lib shuna qadriga yetish kerak. Ota-ona xohlasa maktabdagi ishlatib qo'yish mumkin. Yo bolam o'qisin deyapti-da, anaqa qilyapti. Sadada ayni aytganidek, erkak kishini to'qchilik, ayol kishini yo'qchilik bizlar. Bir ota gapirdi-da, 3 ta o'g'limdan men ajoyib tarbiya qildim dedi. Qanaqa qilib muvaffaq bo'libdilar bilasizmi? O'g'illarning bo'sh vaqti yo'q. Maktabda keyin uchebniy sentrlar bor, ham ishlaydi. Hech charchab qoladi. O'rtoqlar chaqirsa ham chiqolmaydi. Charchab qo'ygandan keyin nima qiladi? Uxlaydi. Bo'ldi, ajoyib tarbiya oldi bolalar. Ko'p insonlarning do'stlarimiz bor hozir. Eskidan bu narsa bo'lgan, o'qimagin deyshadi. O'sha yomon narsa. Rahmat so'z. Keyingi savolim, misol uchun o'quvchilar biz bilamiz, ko'pchiligi universitetga kirishni
maqsad qiladi-da. O'sha mana shu jarayonda yaxshi tayyorlanib universitetga kirgandan keyin o'sha talabalik paytida 80% deyarli o'qishni tashlab qo'yadi. Bunga sabab nima? O'sha maqsad qo'yish bilan bog'liq xatomi? Yo'q, jon kuydiradigan pedagoglar, qiziqarli, ularning ko'plarining yaxshi ta'limi bor-da. Qiziqarli tema ham bo'lmay qoladi. Undan zerikib qoladi. Ana o'shaning uchun, bo'ldi, senga qiziqmayaptimi tema? Qiziqmay emasmi? Bu kitob kutubxonada kitob tekin turibdi-ku. Men даже bir eshitganman, bir inson institutda o'qiganda 4 yil davomida butun boshli kutubxonani tugatib bo'lgan. Qanaqa qilib tugatgan? Qanaqa tugatgan? Juda aqlli inson edi-da. O'sha seminarlarda birinchi qatorda o'tirib olardi. Birinchi qatorda o'tirib olardi, kitob ustiga g'ilof qo'yib olgan edi qog'ozdan. Birinchi qatorda shubhalamaydi-da ustoz. O'qisa orqada o'qishi mumkin. Bo'ldi 4 yil davomida butun boshli kutubxonani o'qib tugatib bo'ldi. Xuddi bir aytgan edik, men institut ta'limini kutubxonada tekinga oldim. Xususiy ta'limning yaxshi tomoni o'z xohlagan ilmni olasiz. Assalomu alaykum. O'z xohlagan ilmni olasiz. Tushunarli. O'sha institut ham baribir yordam beradi. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Герой прям по всем этим самым. Спасибо большое. Да. Assalomu alaykum. Mana intervyular olishyapti. Rahmat, salomat bo'ling. Misol uchun o'qishga kirgandan keyin hammani ham sharoit har xil bo'ladi-ku. Misol uchun kimdir ishlash kerak, topish kerak bo'ladi. Mana shu narsani men o'zim aytib yurardim, akasi shayximiz ham aytgan ekanlar. Tushunib olinglar. Ilmga xiyonat va kasbga xiyonat bo'lar ekan. Siz o'qishdan keyin ishlashga majbur qilyapsiz. Pulingiz yetishmayapti. Yo'q. Bo'ldi, siz ilmga xiyonat qilib bo'ldingiz. Nimaga? Siz o'qishdan keyin 6 soat, 7 soat ishlashga majbursiz-da. Xohlagan taqdiringizda ham qolmaysiz. Bo'ldi, siz o'sha ilmga xiyonat qilib qo'ydingiz yoki boshqa yo'lda tanlang. Siz qotgan non buxonga yeng, ochingizdan o'lmaysiz. Lekin ilmga xiyonat qilib bo'lmaydi. Emas, yaxshi pedagogdan yetishib chiqing. Kasbga xiyonat. Ishdan keyin ishlashga majbur bo'lyapti. Yo'q, bu ham bo'lmaydi. U o'zining ustida ishlash kerak. U asalari dedim-ku. O'zining ustida ishlash kerak. Yana ham yangi narsalar o'ylab topish kerak. O'shandagina studentlarni qiziqtira oladi. Yoki agar ishlashga majbur bo'lsa, boshqa kasb tanlasin. U iloji yo'q. Yanushkarcha gap aytadi-da. Talabalarga dars berganda ular ker bo'lib ketgan, kanalari bor, qiynalib ketgan. U kasbda faqat fidoyilar ishlaydi. Agar bu narsalarni yoqtirmasak, hech narsaga yetishmaysan. Yaxshi tarbiya bo'lsa, masalan, pedagogический поэма Makarenko. G'irt o'g'ri, jinoyatchi bolalarni ajoyib qilib tarbiyalaydi. Bunga faqat pedagoglar muvaffaq bo'ladi. Tushunarli. Keyin mana hozir biz birinchi kursni tugatdik-da. Endi 3 oylik ta'tilda misol uchun chetga chiqib ishlab kelish bu ham xato deb o'ylaysizmi? Misol uchun endi chetga chiqsangiz, birinchidan dunyo ko'rasiz. Dunyo ko'rgan yaxshi. Endi shu ish chiqqan taqdiringizda ham siz bir sex ichida ishlamang. Savdo sohasiga jalb bo'lmasa kerak. Nima uchun? Bitta bola keldi, psixologiya kitobini so'radi. Psixologiya kitobdan o'rganmaydi, odamlardan o'rganiladi. Savdo sohasida savdogarlar, taksistlar ajoyib psixologlar. Nima uchun? Ular bir kunda 500 dan ortiq insonlar bilan gaplashadi-da. Shunday insonni ko'ziga qarab turib kimligini bilib olsangiz bo'ladi. Ular fikrlashadi. Bu eng zo'r psixologlar bo'ladi. Tushunarli. Keyingi savolimiz mana talabalikdan 4 yil mobaynida biz mana shu imkoniyatdan maksimalni foydalanishimiz uchun nimalar qilishimiz kerak? Qanday maslahatlar berasiz? Umuman kitob qo'lingizdan qo'ymanglar. 1 daqiqaga ham. Men shunaqa insonlar eshitganman, даже do'stlar bilan gaplashgisi kelmagan. Vaqtni ajratmaydi, qizg'anadi. Vaqt eng muhimi. Aytdim-ku, milliarderlar yetadi. Oddiy insonlar buyumlar uchun ishlaydilar. Biz esa vaqt uchun. Vaqtni qadrlashimiz kerak. Masalan, Martin Eden, Jack Londondagi ko'z oynagi bo'ladi, ninalik. Uxlab qolmaslik uchun ko'p kitob o'qiyveradi. Yo'q, ko'z uxlayman desa ko'zi yopiladi, nina kiradi. Yana o'qiyveradi. Tushunasizmi? Olimlar xonalariga achigan olmalar qo'yib qo'yishgan, muzday suvlar qo'yib qo'yishgan, uyquni qizg'anishgan. Uxlashni xohlashmaydi. Tushunarli. Shu darajada bo'lishimiz kerak. O'shandagina bu narsaga yetishamiz. Men arzimagan 4 yilda shuncha jamiyatni qo'ldan kelgancha uyg'otishga sababchi bo'ldim. Endi sizlarda bundan ko'ra shanslaringiz ko'p. Ko'proq, buyukroq ishlarni qilishingiz mumkin. Fiziklar, matematiklar ko'p kerak bizga hozir. Tushunarli. Rahmat ustoz. Keyingisi o'sha biz talabalarga ilm o'rganish mobaynida qanday maslahatlar berasiz? Ilm o'rganishda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Tinmasinglar kerak. Yoqqan kitoblaringlarni o'qiyveringlar. Faqat yoqqan ishinglarni qilinglar, tushunib olinglar. Agar yoqmagan kasbni qilsanglar, sizlar yashamayapsizlar. Qalban nima sizni chaqiryapti, shu ishni qilinglar. Va sidqi dildan qilinglar. Masalan, doktorlar va elektriklar xato qilishga haqlari yo'q. Nimaga bilasizmi? Elektrik xato qilsa, narigi dunyoga ketadi.
Doktor xato qilsa bir insonning hayotiga zomin bo'ladi. Ular juda muhim kasblar hisoblanadi. Mana masalan Turkiyada eshitdim, maktablar baloviy sistemada ekanda, agar yetarlicha balo olmasa, u xohlagan taqdirda ham institutga kira olmaydi. Xitoyda ham shunaqa sistema bor, 5 yulduzlik. Yaxshi o'qiganlarga 5 yulduz beradi, hamma sharoitlarga qilib beriladi. Undoroli bo'lganga 3 yulduz, 2 yulduz, u xohlagan taqdirda ham kattaroq ishga kira olmaydi. Shu. Va oxirgi savolim o'sha biz hayotda o'sha qo'ygan maqsadlarimizga erishishdan tashqari yana qanaqa muhim vazifalarimiz bor deb o'ylaysiz? Endi Eng birinchi qalbingiz uyg'ongandan keyin borib insonlarga yordam berishni boshlaysiz. Mana masalan Hindistonda bir ish bo'ldi-da, bolasi tushib ketib yamaga o'lib qoldi. Shu bo'yi hamma yamalarni yamab yuribdi shu odam. 10 mingdan oshiq yamalarni yama qilib qo'ydi. Qalbi uyg'ondi. Shu narsa bir halokatga sababchi bo'ldi. Ta'limni ham bilib olinglar. 3 ta sistemadan olinadi. Ustozdan, kitoblardan, hayotdan. Hayoti eng og'iri bo'ladi, bilib olinglar. Hayotdan olsang ta'lim bera olmaydi hech bir muallim. 3 ta hayotiy ustoz, ochqorin, bo'sh cho'mchak, yaralangan qalb. Buni olaman deb ko'p insonlar ketib qoladi. O'shaning uchun ustozlar bilan yo'qcha bo'lmasa kitoblardan olingan ta'lim juda yaxshi foyda beradi insonga. U inson hayotga tayyorlangan bo'ladi-da. Bir kuni hayotimda ko'p muammolar bo'ldi-da, bir adabiyot olim ajoyib gap gapirdilar. Muammolar tarqagandan keyin, tarqab qoldimi dedilar. Ha, tarqab qoldi desam, shuni ol ukajonim. Hayot g'am tashvishlari xuddi to'fonga o'xshaydi. Agar oyog'ingda tikka turib bersang, u tez orada tarqab ketadi. Biz bir kitob o'qisak 40 yil yashaymiz, 10 kitob o'qisak 400 yil yashaymiz. Bu hayot muammolariga tikka turib beramiz. Biz erkak kishimiz. Rahmat. Rahmat, so'z katta. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling.